Xo'p, bugun Instagramda Ibochka o'libdi degan video rekomendatsiyaga chiqib ketib qopti. To'g'risi men bu narsani boshida ko'rganimda jay e'tibor bermayotgan edim. Bu tak o'tkazib o'tdim, lekin qarasam bu narsa dalsha avj olib ketib qoldi. Va shu narsani aytishim kerak, sizlarga men tirikman va sog' salomatman. Meni o'lganimni eshitganlarda qanaqa xavotir oldinglar? Endi tasavvur qilinglar. Meni ota-onam qanaqa xavotir olishdi. Uydagilarim, yaqinlar, qarindoshlar, do'stlarim, jigarlarim, ya'ni boshqa hamma tanishlarim qanaqa xavotir olishdi. Menga telefon qilishyapti tanishlarim. Sulton akam og'aynis telefon qilyapti. Salim telefon qilyapti-da. Aytib bergan gronkaga qo'ydimi? Bu Ibrohimni nechiga chiqaryapmiz deyshodi. Men eshitib turibman, uni yonlarida o'tirib, xuddi arvohga o'xshayman. Hozir meni janozam bo'layotganda, ya'ni miyamga kirib qoldi-da bu narsa. Kimnidir oldiga ham borib keldi, men tirikman, ishonmasang, ko'rishamiz. Da, вот именно shunaqa voqealar sodir bo'lyapti meni hayotimda, tushunarsiz qanaqadir. Ishonishmayapti, men tirikman desang. Aka, o'sha men o'zim ham ishonmayman tirikligimgacha. Ushab ko'raymi? Yo, mana ushab ko'ryapman. Tirik. Hamkasblar men haqimda qayg'urib, даже siqilgan hamkasblarni ham eshitdim. Shu sababdan bu hamkasblarimni men juda ham yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Men sizlarni juda ham katta hurmat qilaman. Shunchalik qayg'urishganiga rahmat demoqchi. Da, juda ham rahmat kattakon sizlarga. Men sizlarga qanday qadrli bo'lsam, sizlar ham menga xuddi shunaqa qadrlisizlar. Har bitta podpischikim xuddi shunaqa qadrli, menga xavotir olgan. Har bitta hamkasbim, har bitta do'stim menga shu darajada qadrli. Iboni tirik qolganini Voy, mana. Nishonlamaymiz takror choylar bilan. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar. Men nima tasavvur qilyapman seni. Ikkinchi marta kelding bu dunyoga. Da, men qayta tug'ilgandim. Mana shu pastda ko'rib turgan narsalarni men kechqurun ko'rib, to'g'risi ko'zimga yosh keldi, yig'lab yordim. Sababi sizlar meni tanimaysizlar-da, meni hayotda ko'rmagansizlar, oranglarda ko'pchilik demoqchiman. Qanaqaligimni bilmaydi, lekin kechiga xabarni eshitib turib, o't shuncha odam men haqimda qayg'urib, meni ahvolim haqida qayg'urib turib, ko'rgani kirganda profilimga. Tanishlarimni profilini kuzatgan odamlar ko'p bo'lgan. Undan tashqari direktimga menga sog'lik, salomatlik, umr tilab yozgan odamlarning borligidan men to'g'risi shokda qoldim va ko'zlarimdan yosh oqib ketdi. Bunaqa narsaga men o'ylaymanki, haqiqiy inson qodir deb o'ylayman va shu sababdan men o'ylayman, xullas o'ylagan narsamni sizlarga yetkazib berdim deb o'ylayman. Hozir ham ozgina gaplarim chalkashib ketyapti. Xullas men oddiy qilib aytganda hammanglarni qadrlayman, kechiga ko'rsatgan har bittalarni, mehriylarni men juda ham qattiq hurmat qilaman. Joninglar sog' bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'raman.